Tadbirkorlar avtomobil yo'llarida radarlar o'rnatishlari mumkinligidan xabaringiz bor. Endilikda tadbirkorlar tomonidan yo'llarda qoida buzilishini foto va video qayd etish tizimi o'rnatilishi mumkin bo'lgan joylar elektron onlayn auksionlar ijro auksion portali orqali sotiladi. Tizim elektron onlayn auksionlarda g'olib bo'lgan tadbirkorlar tomonidan o'zlariga biriktirilgan obyektlarda o'rnatiladi. Obyekt tadbirkorlarga mulk huquqi asosida cheklanmagan muddatga boshqa tadbirkorlarga o'tkazish huquqi bilan biriktiriladi. Tizim Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining axborot tizimiga majburiy tartibda integratsiya qilinadi. Tizim o'rnatilgandan so'ng 10 kun davomida sinov tariqasida ishlatilib, ushbu davrda qayd etilgan qoidabuzarliklar bo'yicha jarima undirilmaydi. Vakolatli organ tomonidan bildirilgan quyidagi e'tirozlar nizomda ko'rsatilgan muddatlarda bartaraf etilmagan taqdirda tadbirkorlik subyektlarining obyektga nisbatan bo'lgan, ya'ni tizimdan boshqa maqsadlarda foydalanganda va texnik talablarga javob bermaydigan holatlar kelib chiqqanda, tizimga vakolatli organning ruxsatisiz qo'shimcha yoki boshqa qurilma o'rnatilganda, tizim yo'l harakati qoidabuzarliklarini aniqlashda 3 va undan ortiq marotaba xatolikni qayd etilganda, tashqi ta'sir natijasida tizim qurilmalarining joylashuvida yuz berganida, transport vositalarining xavfsiz harakatlanishiga to'sqinlik qilganida, mulk huquqi sud tartibida bekor qilinishiga olib keladi. Tizim tomonidan qoidabuzarliklar noto'g'ri aniqlanganda tadbirkorlar ularni sodir etgan deb topilgan shaxsga yetkazilgan barcha moddiy zararni qoplashga majbur. Shuningdek, qarorga ko'ra tizim orqali qayd etilgan qoidabuzarliklardan undirilgan jarima summasining tadbirkorlarga o'tkaziladigan miqdori quyidagicha. Tizim ishga tushirilgandan boshlab 1 yil davomida 50%, ishga tushirilgandan 1 yil o'tgandan so'ng 25%. Vakolatli organ va tadbirkorlik subyektlari tizimning joriy etilishi va loyihaning samarali amalga oshirilishida tegishliligi bo'yicha mas'uldirlar. Eslatib o'tamiz, kuni kecha ijro auksion portalida yo'llarda qoidabuzarliklarni foto va video qayd etish uskunalarini o'rnatish uchun mo'ljallangan Xorazm viloyatidagi obyekt sotuvga qo'yildi.